Dollar kursi yaqin 3 yilda qay ko'rinishda bo'ladi? S&P ning bu boradagi prognozi sizga albatta qiziq bo'lsa kerak. So'mning dollarga nisbatan kursini oldindan aytish murakkab, chunki bu ko'plab omillarga bog'liq. S&P xalqaro reyting agentligiga ko'ra, o'zbek so'mining dollarga nisbatan kursi keyingi yillar davomida quyidagicha bo'lishi mumkin. 2026-yil oxiri 12592 so'm, 2027-yil oxiri 13158 so'm, 2028-yil oxiri 13751 so'm. O'zbekiston Markaziy banki 25-noyabr kungi savdolar uchun 1 AQSh dollarini 11988 so'm etib belgiladi. Yil boshidan so'mning dollarga nisbatan mustahkamlanishi 7,7% ni tashkil etmoqda. So'm kursi iqtisodiy o'sish, inflyatsiya va tashqi savdo balansiga bog'liq. Agar iqtisodiy o'sish bo'lsa, qadrsizlanish sekinlashadi. Aksincha, inflyatsiya oshsa, so'm qadri pasayadi. Albatta bu videoni dollar yig'ib yurgan do'stingizga yuborib qo'ying.